Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun Navoiy Faftrack servisdan yana bir mijozimiz Faf brendiga tegishli bo'lgan yuk mashinamizni xarid qildilar. 1110 modelida Bartavoy tentlik 6,5 tonnalik yuk mashinamizni xarid qildilar. Akajon, sizga mashinamiz ma'qulmi? Ma'qul mashina. Qiyinchiliklar ko'rmadingizmi? Bizlar tarafdan, bank tarafdan Qulayliklari, sharoitlari hammasi yaxshi. Konsanillari bor, spanlari bor, saminglarni. Men nima deb Faf salon servis ishchi xodimlaridan juda xursandman. Mana 20 kunda olib kelishdi. Mana qo'limga men nasib bo'lsa kaltini tutmoqchi. Bulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga muborak bo'lsin. Akajon, boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Tavsiyam nimasi? Birinchi o'chirat ham arzon, ham yuk ko'tarish. Nima deydi? Yuk ko'tarishi ancha yaxshi bo'ladi. Universal tentovkani yechasiz, xalq xizmatini qilaverasiz. Rahmat akajon, yaxshi kunlaringizga buyursin iloyim. Sizga kalti topshiraman. Bu mashinalardan yana xarid qilishingizni biz kutib qolamiz. Salonimizga kelib turasiz. O'zimizning servislarimiz bor. Sizga yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu mashinani sotdik, siz bilan xayrlashdik degani emas akajon. Xudo xohlasa, siz bilan servisga kelganingizda ko'rishamiz. Siz bilan birga oxirgacha biz birga. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar.